Siz chekmaysiz, lekin bolangiz chekmoqda. Siz chekmaysiz, ammo kimdir chekdi. Siz uning yonida turdingiz, suhbatlashdingiz, tutun sochingizga, kiyimingizga, teringizga singdi. Siz buni sezmadingiz. Uyga qaytdingiz, bolangiz sizni quchoqladi, sizdan nafas oldi. Shu nafas bilan zaharlanish boshlandi. Allergiyasi qo'zg'aldi, nafasi qisildi. Laringit, bronxit, astma boshlangan bo'lishi mumkin. Siz dorixonaga yugurasiz, pediatr izlaysiz, lekin muammoning asl sababini bilmayapsiz. Sabab siz bilan birga uyga kirgan tutun. Bu oddiy passiv chekish emas, bu 3-darajali chekish. Tutun ko'rinmaydi, ammo kiyimingiz va teringiz orqali bolangiz tanasiga kiradi. Har safar yoningizda kimdir cheksa, biling, o'sha hid bilan bolangizga dard olib kelasiz. Siz emas, bola aziyat chekadi. U yo'taladi, kechasi uxlay olmaydi. Siz esa dorilarni ayblaysiz. Har bir nafas Yaratganning in'omidir. Uni tutun bilan almashtirmang. 31-may butun jahon tamaki bilan kurashish kuni. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.